Yevropa parlamenti Taylandning 40 nafar Uyg'urni qaytarib berganligini ayblab, qarornoma e'lon qildi. 13-mart Yevropa parlamenti Taylandning 40 nafar Uyg'urni qaytarib berganligini ayblab, qarornoma e'lon qilgan ham uni ma'qullagan. And the deportation of Uyghur refugees. We vote only on the resolution as a whole by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. And it's adopted. Qarornomada mundaq deyilgan: Yevropa parlamenti Uyg'ur musofirlarining Xitoyga qaytarib berilganligini ayiblaydi va Taylandni musofirlarning hayotiga xavf yetish mavjudligi bor davlatlarga qaytarishni to'xtatishga chaqirdi. Yevropa parlamenti yana Tayland hukumatidan BDT musofirlar oliy komissarligining Tayland turmusidagi Uyg'ur panohlik tilayuvchilarni cheklimsiz ziyorat qilishi va ularning ahvoli haqida aniq uchur ilishiga kafolatli qilishni talab qilgan. Parlament a'zolari mundaq degan: Tayland Xitoy bilan o'tkazib berish shartnomasini to'xtatishi kerak. Xitoy cho'qim surgun qilingan Uyg'urlarning asosiy huquqiga hurmat qilib, ularning oqibatining ochiq-oshkora bo'lishiga kafolatli qilishi, BDT musofirlar mahkamasining erkin kirishiga ruxsat qilishi va qo'lga ilinganlarni qo'yib berishi kerak. Parlament a'zolari Yevropa komissiyasini erkin savdo kelishimi suhbatidan foydalanib, Taylandga bo'lgan besimini oshirishni talab qilgan. Yevropa parlamentining Taylandni ayblash haqidagi mazkur qarornomasi 57 ga qarshi 482 biletning qo'llashi bilan ma'qullangan.